Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, bundan oldingi mavzuda biz sizlarga anons berdik. O'sha vaziyatli masala tarzida. Qaysi narsa sabab bo'lgan mana shu holatlarga deb. Biz berdik sizlarga son arteriyasi o'sha tromb olib tashlangandan keyin, qon oqimi ochilgandan keyin, qon o'tgandan keyin oyoq ishmaydi turgan oyoq aksincha nekroz bo'lib ketganini aytdik sizlar bilan bitta vaziyatda. Va bitta vaziyatda sizlarga aytdik, koronar arteriya shuntagandan keyin, ya'ni tosh tomirlarda qon o'tishi sekinlashib, yurak ishemik kasallik bo'lgandan keyin unga qo'shimcha qon oqimi olib kelib, shu umri vosita arteriyasini olib kelib ulanadi. O'sha ulangandan keyin ishemiya holatda turgan miokardda aksincha qon oqimi tiklangandan, kuchaygandan keyin infarkt bo'lib qolgan holatini biz ketdik sizlar bilan. Misolda agar kimki vaziyatli masalani tushunmayotgan bo'lsa, bu mavzuni bundan oldingi anons degan narsani ko'rsin videosini. Va uchinchi bir holatda biz ko'rdikki, ishemiya bo'lib turgan miyani shu uyqu arteriyasidagi ateroskleroz tufayli ishemiya bo'lib yurgan odamda aterosklerozga pillakchani olib tashlab, qon oqimi tiklangandan keyin normal holatga keltirib, qon oqimi yaxshilangandan keyin ishemiya bo'lib turgan odamda aksincha insult bo'lib qolgan, ya'ni ahvol oldingidan yomonlashib qolgan holatini biz ko'rdik. Va yana bitta holatda sizlarga ko'chirib o'tkazilgan donorni buyragi o'tkazilgandan keyin arteriya venalar ulangandan keyin, ular ochib yuborilgandan keyin qon kela boshlagandan keyin aksincha o'sha buyrak nekroz bo'lib qolgan holatini ko'rdik va bunga nima sabab bo'lishi mumkin dedik. Bugungi mavzuyimiz mana shu narsa haqida, shuni sababi haqida, asl sababi haqida. Ya'ni ishemik reperfuzion shikastlanishlar. Ular qanday sodir bo'ladi? Ya'ni to'qimaga qon oqimi tiklanishi, hujayraning tiklanishiga yordam beradi odatda. Lekin kritik ishemiyada turgan organlarga qonni kelishi ishemiyada turgan paytdagi nekrozdan ham ko'ra nekroz jarayonlarini rivojlantirib olar ekan. Ya'ni avval ishemiyada turgan holatdan ham ko'ra ko'p nekroz bo'lar ekan qon birdan kelganda. O'sha narsa patologlar aniqlab beradi shu narsani. Va mexanizm tushuntirgandan keyin klinik bahoga o'taman. Asosiy mexanizmi kislorodning aktiv formasi ko'payishi. Birdan ishemiya bo'lib turgan to'qimaga kislorodning aktiv formasi ko'payishi o'sha joyda yallig'lanish chaqirar ekan va hujayra membranasini va denikasini ham shikastlaydigan o'sha aktiv kislorod formasi. Va leykositlar faollashadi. Leykositlar faollashish qanday? Ishemiya bo'lib turgan joyga zararlangan hujayra, ishemiya hali nekroz emas, o'sha hujayralar leykosit yo'qligi uchun yondagi nekroz bo'lgan hujayralar ham tozalanmay turgandi. Leykosit kelgandan keyin nekroz bo'lgan hujayralarni tozalash uchun o'zidan fermentlar ajratadi. Normada agar o'sha yonidagi hujayralar ishemiya bo'lmaganda edi, sog'lom bo'lganda edi, buni ajratgan fermentlari faqat nekroz bo'lgan hujayrani o'zini yemirib, maydalab o'sha o'choqni tozalab ketardi. Lekin ishemiya bo'lib turgani uchun o'sha fermentlarga nisbatan chidamliligi ham pasayar ekan va ham nekroz bo'lgan to'qimani, ham yonidagi sog'lom hujayralarni fermentlar eritib yuborar ekan va shuni hisobidan nekroz kengaygan, nekroz zonasi kengaygan. Ya'ni bu yerda aytilganki, antioksidant himoyalari pasayib ketgan, fermentlarga nisbatan himoya pasayib ketgan, uzoq ishemay turgan hujayralarni tushuntirilgan va hujayra membranasi shikastlanib ketadi. Bu yerda sxema berilgan, o'sha o'zidan sitokillar ajraladi, ishemiya bo'lgan nima parchalangandan keyin va sitokillar leykositlarni yana ham o'ziga ko'proq jalb qiladi. Yana bir narsa e'tibor berish kerak, ishemiya paytida bo'ladigan vaziyat bilan reperfuziya bo'lganda, ya'ni ishemiya bo'lib turgan organga yoki hujayraga birdan qon kelganda, kislorod aktiv formasi oshib, DNK zanjirlarini ham uzib tashlar ekan hattoki. Shuning natijasida kaspazalar ishga tushadi. DNK o'zgargandan keyin, hujayra yadrosidagi DNKlar o'zgargandan keyin yot oqsillar paydo bo'lgandan keyin bu hujayrani endi yo'q qilish kerak deb apoptoz mexanizmlari ham ishga tushib ketar ekan. Va immunitetda ham bu yerda o'ziga xos roli bor. Hujayralar yana qo'shimcha parchalanishiga reperfuziyadan keyin qanday bo'ladi? Ishemik to'qimada immunoglobulin M ga qarshi antitanalar juda ko'p to'planar ekan. Slayd bo'ldi. Va pastdagi slaydda qon oqimi tiklangandan keyin antigen antitana kompleks hosil bo'ldi. Ya'ni unga antitana ajratib keldi qon bilan va kompleks hosil qildi. Yuqori sxemaga qaranglar. Va komplement tizim faollashdi. S1 dan S9 gacha biz o'tganmiz, yallig'lanish mavzusida onlayn uzatgandim buni. Sizlarga ham xudo xolisa tayyorlayman.
zapis qilib mayda kichik 15 minutga qilib uzatishga harakat qilaman vaqtga qarab. Va komplement tizimi faollashib, antigen antitela va komplement tizimi hosil bo'ldi. Mana yuqorida komplement tizimi hosil bo'lgandan keyin fagosida kelib o'sha hujayra ishemiya bo'lib turgan kelayotgan, nekroz bo'lmagan kelayotgan ham maydalab parchalab yeydi. Shuning natijasida hujayralarning ko'p o'limi kuzatiladi ishemiyada turgan organga birdan qon kelganda. Va klinik holatlarda avvallari masalan tromboz bo'ldi, oyoq venasi yoki ishemiya bo'lib turgan koronar arteriyada birdan ochildi yoki uyqu arteriyada ateroskop bilakcha olib tashlangandan keyin qon birdan miyaga bordi. O'sha paytda insult bo'lib qolsa yoki oyoqdagi boyagi trombni olib tashlagandan keyin oyoq gangrena bo'lib ketsa, avval o'ylashganki, yetarlicha ishemiya bo'lgan ekanda, baribir biz vaqtida olib kelmagansilarda, agar sal ertaroq olganimizda bu narsa yaxshi bo'lib ketardi. Qon yo'lini ochsak ham baribir buni foydasi bo'lmadi. O'sha nekrozga uchrab ketgan ekanda deyishgan yoki miya bo'lsa, miya o'zi insult bo'lgan ekanda, bizga olib kelgunlaricha bo'lgan voqea ekanda, qancha qon tiklasak ham baribir bu narsani qaytarib bo'lmadi, aksincha baribir o'sha insult bo'ldi deb tushuntirishgan, o'zlari ham shunday tushunishgan. Lekin patologlar reperfuzion shikastlanishni ochgandan keyin protokollar o'zgardi. Ya'ni ular vaqtida olib kelmagan uchun emas, aksincha uzoq ishemiya bo'lib turgan organga birdan katta qon oqimi yuborib yuborganlari sababli nekroz bo'lganligini bilishdi va protokollarni o'zgartirishdi. Qanday tarzda? Tromboz va emboliyadan keyin reperfuziyada qon oqimi 15-20 soniya davomida barmoq bilan yoki klamp bilan bosib turiladi. Boyagi birinchi holatda tromb olib tashlagandan keyin qonni ochib yuborganda oyoq nekroz bo'lib qoldi. O'shanda paytda qonni birdan ochmaslik kerak ekan. Ya'ni mana turibdi klipsa deydi mana buni. Betalis klipsa. Ulangandan keyin tromb olib tashlandi, tomir ulangandan keyin mana shu narsalar birdan ochib yuborilmaydi. Hozir buni bolt buraladigan variant chiqqan. Ya'ni xohlagancha ochasizlar, xohlagan yopasiz. O'shani yarim ochib qo'yish kerak degan. Yoki bo'lmasa 20 soniya ochib, yana yopib, 20 soniya ochib, yana ochib, yopib, o'sha ishemiya bo'lgan organni qon kelishiga moslashtirib olish kerak. Undan tashqari chiqindilarni sekin qon oqimi bilan chiqarib olish kerak. Kuchli yallilar chaqirmasdan degan protokol bo'lgan va yoki barmoq bilan bosib turishni aytildi bu yerga. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Yuqorida mana ulangandan keyin ham klipsa qo'yilgan turibdi. Yarim ochiq holatda. Ozroq qon o'tyapti, lekin kam holatda o'tyapti. Va keyin qo'yib yuborilgan keyin, ma'lum daqiqadan keyin. Birdan ochilmagan. Yoki operatsiya joyini sovuq natrixlar eritmasi bilan irrigatsiya qilindi. Irrigatsiya qanday? O'sha tomirni ichiga birdan tromb olindi, son arteriyasidan tomirni ichiga birgan sovuq natrixlar yuborib yuboriladi. Sovuq qon aylanishini sekinlashtiradi. Birdan katta qon oqimi bo'lmaydi ya'ni. Yoki o'sha joy ayrim paytda sovuq natrixlarga muzlatilgan doka bilan o'rab qo'yiladi oyoq qon oqimi tiklangandan keyin. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, arteriya ichiga muzdek natrixlarni quyapti ichkariga. Yurak ishemiyasi akishiyadan keyin qanday qilinadi bu yerda? Yerda endi doka bilan o'rab qo'yish iloji yo'q. Agar sun'iy qon aylash sistemasi orqali bo'layotgan bo'lsa, ya'ni qon aylash doirasi tashqariga apparat orqali ta'minlanib, yurak to'xtab qo'yib ishlatilayotgan bo'lsa, tana haroratini o'sha paytda pasaytirgan suyuqliklar qilinadi. Va o'sha ochgandan keyin tomirlarni ulab ochgandan keyin past bosim saqlash kerak. 30-40 mm ustidagi bosim bilan past bosim bilan qon yuboriladi o'sha koronar arteriyalarga. Va sekin-sekin ko'tarilib boriladi. Ana shu bilan reperfuzion shikastlanishni oldi olinadi. Ishlab turgan yurakka bajarilgan bo'lsa, o'sha aorta koronar shintlash rasmda anonsda ko'rsatilgan yoki bundan oldin rasmda ko'rsatib ketdim. Yuqoridan arteriya subklaviyadan tomir olib tushilib, toj arteriyasiga ulangan. Unda yurak urishini tezligini 60 daqiqadan oshirmaslik kerak. Ya'ni birdan qon aylash kuchaymaslik kerak yurakda, nagruza kuchaymaslik kerak. Shuning uchun ma'lum bir dorilar qilinadi, o'zidan protokollari bor. Pulsni 60 daqiqa ushlab turiladi. Va anastomoz tugagandan keyin, o'sha tomir ulangandan keyin boya aytgandek, klampni sekin ochiladi. Ya'ni yarim ochib, keyin to'liq ochib yuboriladi. Ana shu bilan reperfuzion shikastlanishdan olinadi. Demak, sizlarga aytgan vaziyatli masalalarimizda hammasi reperfuzion shikastlanishlar haqida edi va buni amaliy ahamiyatini, klinik protokol va profilaktika yo'llarini men sizlarga aytib o'tdim. Asosiy molekulyar mexanizmlarni menimcha eslab qolasizlar va
Shu bilan kompart sindromiga o'tamiz endi. Kompart sindromda uzoq vaqt qo'l oyoq mana zilzilalangan yoki portlashdan keyin qisilib qoladi, odam qolib ketadi tagida. Ana shunday paytda uzoq vaqt qo'l oyoq bosilib qoladi, ishimay uchrab qoladi. O'shani olib chiqqanda, birdan olib chiqqandan keyin nekroz bo'lib ketgan boshlanish paytlarida bilishmagan uni. Olib chiqqandan keyin ustidan yukni olgandan keyin oyoqni ustidan yukni olgan, oqarib turgan oyoq birdan ko'karib, birdan nekroz bo'lib qolgan. Ana shunday paytda reperfuzion shikastlanishi ochilgandan keyin jugut qo'yish kerakligini chiqqandan birdan jugut qo'yiladi, ya'ni birdan katta qon bormasligi uchun jugut qo'yiladi va jugut bo'shatib boriladi sekin-sekin. O'shanda kompart sindrom bo'lish holatlari kamayadi. Vaqt yozilgan, yozib qo'yilgan. Va miya yurak operatsiyalaridan keyingi davrda qanday bo'ladi? Arterial bosim hozir aytdim men 100-120 ml/soatdan oshmasligi kerak maksimal bo'lganda. Agar o'zi qon bosimi bilan yurgan odamda ateroskleroz bo'ladi, o'zi uni ishchi qon bosimi 160 ga 120 bo'lib yurgan bo'lsa, o'zi doimiy bu shunday yurardi deb o'sha boyagi ateroskleroz birlashgan uyqu arteriyasini olgandan keyin o'zini davleniyasiga qo'yib qo'yilsa, 120 ga 160 qo'yib qo'yilsa, reperfuzion insult bo'ladi unda. Ana shuning uchun ham davleniyani oldingiga nisbatan bunda past ushlanadi sedatsiya bilan. Yana kasal birdan insult bo'lib qolmaydi shunda. Ana shu voqeani men o'zim guvoh bo'lganman, qaysi klinikani aytmayman, o'sha endarterektomiya qilindi, ishimay bo'lib yurgan kasalda. Ya'ni boshim aylanadi, qulog'imda shovqin bo'ladi, kasalda o'zim bilan gaplashganman. Qulog'imda shovqin bo'lib yuradi, shunday deb angiografiya qildirganda o'sha yuqori arteriyaning yopilib qolganligi, 60% ga ham shunday yopilib qolgan aniqlanib, mana buni olganimizdan keyin yaxshi bo'lib ketadi, bu narsalar ketadi deb aytilib operatsiya olindi. Operatsiyadan keyin kasal qo'l oyoq ishlamay gapirolmay insult bilan chiqqan. Shuni men o'zim ko'rganman. Ana shu narsa reperfuzion shikastlanishlar bo'lgan o'sha kasalda. Va transplantatsiya paytida qanday oldin olinadi? Va vaziyatda masalan bergan paytda buyrakni o'chirib o'tkazgandan keyin arteriya vena qon tomirlari ochilgandan keyin qon kelgandan keyin buyrak nekroz bo'lib qolgan holatini men sizga aytdim. Uni qanday bartaraf qilish mumkin? Shuning uchun o'sha klipsalar birdan emas, bosqichma-bosqich olish kerak. Boya aytganimdek. Va qo'yilgan paytda klipsani olishdan oldin sovuq muzdek suv bilan yuvyapti, shu ko'chirib o'tilgan buyrakni, ya'ni qon kelganda ham birdan qaynalash bo'lmasin, toki u ilib buyrak organizm moslashib olguncha ancha qon ichidan aylanib o'tib ketadi, jihatdan olib ketadi. Shundan keyin qon bilan ta'minlash bo'ladi-da, reperfuzion shikastlanish bo'lmaydi degan protokolga kiritilgan, mana ko'ryapsizlar, sovuq suv qo'yyapti. Va shu klipsani olishda ham birinchi venos klipsa olinadi, ya'ni chiqindilar chiqib ketish kerak va keyin arterial klipsa olinib, unda ham bosimni birdan ko'tarmaslik sharti bilan 1-2 daqiqadan keyin normal perfuziya tiklanadi va gradual perfuzion deyiladi bu narsa, ya'ni bosqich porsiya bilan perfuziya qilish deyiladi. Mana birinchi venos klipsa olish kerak, undan keyin arterial olish kerak degan animatsiyam endi chiqdi. Va keyingi mavzumiz bo'ladi bizdan hujayraning kimyoviy shikastlanish mexanizmlari, balki o'zlariga slayd tarzida tashlashim mumkin. Shu bilan sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar va yaxshi o'qinglar.